Shahlo opa, buxgalteriyaga 120 ta odamni tekinga o'qitgan ekansiz. Hozirgi kunda ham 40 ta odamni bepulga o'qitib kelayotgan ekansiz. Buni sababi nimada? Bepulga dars o'tayotganim bu meni birinchi dars o'tishim emas. Undan oldinlari ham o'tardim. Avvalambor o'sha 120 ta odamni yaqinda buxgalteriyadan tashqari import-eksport bo'yicha ham darslar o'tdim. Hozirgi kunda 40 ta odam bepul 1 bo'yicha o'qishyapti. Birinchidan o'zim dars berishni yaxshi ko'raman. Menimcha bu qonda bo'lsa kerak. Meni xolam rahmatli o'qituvchi bo'lganlar, ammalarim o'qituvchi. Shunaqa narsa bo'lishi kerak-da, baribir qon tortadi. Yaxshi ko'raman dars berishni birinchidan. Ikkinchidan bozorimni shakllantirdim. Orada men ancha yil dars berganim yo'qdi. O'zimni yana qaytadan o'zimni sinab ko'rishga harakat qildim. Yana shu tajribamni yangilab oldim, bilimlarimni yangilab oldim. Shuning uchun men buni eng yaxshi yo'li shu yo'lni tanladim. Reklama berib, hammaga nima qilmasdan turib, o'qimoqchi bo'lgan odamlarni yig'ib dars berdim. Endi bu xudo xolisa menda davom etadi, ham bu menda hobbi. Agar bepul kurslarda o'qimoqchi bo'lsanglar, bizning Telegram kanalimizni kuzatib boringlar, Instagram kanalimizni. Hali bepul darslarimiz juda ham ko'p. Bir yilda 2 marta обязательно yoki bo'lmasam o'sha 0 dan balansgacha yoki bo'lmasam shu kuzatib borsanglar, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham bepul kurslarni yo'lga qo'yganmiz. O'zimizni podpischiklarimizga, o'zimizni obunachilarimizga.